Ayni kunlarda mamlakatimizda jazirama harorat hukm surmoqda. Bunday issiqdan himoyalanish choralari haqida hozir sizni boxabar qilamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari jaziramadan saqlanish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni berishmoqda. Miyadan katta arteriya vena qon tomirlari o'tgani sababli eng avvalo boshni quyoshdan asrash juda muhim. Kunning issiq vaqtida bosh yalang yurilganda bosh qizarib, butun tanada issiq qon aylanib oftob urishi mumkin. Buning oqibatida tana haroratining ko'tarilishi, pulsning tezlashishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi va hushdan ketish kabi bir qancha holatlar kuzatilishi mumkin. Ko'p miqdorda suv ichish organizmni yaxshi ishlashiga hamda suv-tuz balansini me'yorlashtirishga yordam beradi. Ammo bunda organizmning suv tanqisligini to'ldirish uchun gazlangan yoki nektar suv emas, aksincha oddiy ichimlik suvini iste'mol qilish zarur. Shuningdek, issiq kunda yog'li go'sht mahsulotlari iste'molini kamaytirib, yengil hazm bo'luvchi taomlar iste'molini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, meva hamda sabzavotlar ham organizmga yaxshi singib, ichki a'zolar faoliyatini normallashtirishga yordam beradi. Soat 12:00 dan 16:00 oralig'ida imkon qadar tashqariga chiqmaslik ham maqsadga muvofiqdir. Ushbu xabarni eng yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ying.